Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Mana bu pechkamizda hozir shirmon non yopib ko'rsatib beramiz. Bemalol kelib tekshirib pishiradigan mahsulotlaringni pishirib tekshirib olishingni ham mumkin. Sharoitlar bor. Mana akamizlar hozir shirmon nonni yopib ko'ryaptilar. Mana nonlarimiz 10 minutda pishdi. Ko'rinishlari. Aka, qalay endi fikringiz? Yaxshi, aka, xudo xolasa chiqargan, buni ozgina ishlansa zo'r chiqargan, tonir bilan birga bir chiqargan, xudo xolasa. Bo'ldi. Orqalari qanaqa bo'ldi? Orqalari ham yaxshi, aka. Piching. Orqalari ham yaxshi. G'ish yangi bo'lgani uchun zo'r ishlamadi, lekin yangi g'ish bo'lgan uchun. ikki marta ichidan chiqargan, zo'r. Bo'ldi, yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Bemalol kelib nima narsani bo'lsa tekshirib, pishirib ko'rishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.